tanishtirganim uchun bemalol gaplashib o'tirdi. Uyat degan narsa yo'q, ibo hayot degan narsa yo'q. Mana bu yerda o'tiradi, xuddi yangi qiz bilan yangi kuyov bola tanishgandek Jahongir aka bilan mana bu yerda nozlanib, xonasiga kirib ketadi. Biz xona berganmiz alohida. Har bir shunday qiladi, labini qip-qizil qilib bo'yab chiqadi, sochini tarab chiqadi. U ham mayli, keyin biz dam olamiz deb o'zimizning xonaga kirib ketsak, birpasdan keyin kelib eshikni taqillatadi. Mana sizlarni ogilib o'tirsam, endi bunisi oshib pishdi. Shu bilan mayli deb, endi qanaqa ketqazaman, o'zi ketmasa, ketdi olmaysan, o'zing chaqirib qo'ygansan, mehmonga muborak, endi-chi deysan. Yana tug'adigan paytlarim va o'sha kunlar stress kunlar bor. Keyin bir kuni zaylashga ketishimiz kerak. Jahongir akaga kelib, men oilani oldida turibmiz, ketadigan koridorda. Men Jahongir akaning oyoq kiyimini kremlab o'tirsam, shuna keldi Jahongir akaga, bundan sochini orqasiga yig'ib, Jahongir aka, mana sepchkamni taqib qo'ying deb kelsa bo'ladimi? Shunda Jahongir aka oynadan menga ko'z tushdi, muborak, o'zing taqib qo'ygin dedilar. Endi shunaqa insonlarim qo'yapti ko'rsangiz, vau. Keyin biz o'sha kun Jahongir akaning tug'ilgan kunlari edi. Sharsharaga borganmiz kafega. Biz endi har doim Jahongir aka faqat ikkalamiz yurganimiz uchun qarama-qarshi o'tirardik bir-birimizga. Ikki restoranga borganimizdan keyin boyga qiz stolga bunday bu yoqqa o'tirdik, men bu yoqqa o'tirdim. Jahongir aka borib uning yoniga o'tirdi, endi menga qarama-qarshi o'tiraman deb. Keyin men aytdim, Jahongir aka, nimaga siz u qiz yoniga o'tirib oldingiz? Men yonimda o'tirishingiz kerak emasmi dedim. Keyin shu yerda anu qiz aytdi, nimaga unaqa deyapsiz? Jahongir aka men akamdek bo'ladi deb men bilan shu yerda tanishib ketsa bo'ladimi? Keyin Jahongir aka sigaret chekkan, shu yerda janjal bo'lib ketdi. Keyin men ketaman, Jahongir aka ketamanmi deb anaqa qildi. Keyin Jahongir aka qo'y, unaqa demagin deb uni tinchlantirishga harakat qilaman. Men vobshe aralashmayapman. Menga qolsa o'sha joyda ketsam, men qutulsam shu qizdan. Keyin shu bilan kelishdik, keyin menga choylar qo'yib berib, oling choy iching deb anu qiz o'ziga kelib qoldi. Keyin shu bilan ertasidan turibmiz, keyin Qo'qonga ketishimiz kerak edi, aylanishga. Keyin Jahongir aka Qo'qonga boramiz degan edilar. Anu qiz ketish niyati yo'q. Mana boraman da aylanishga deb keyin aytdim, yo'q bormaymiz Qo'qonga. Bormaydigan bo'ldik dedim anu qizga. Mayli bo'lmasa men keta qolay deb ketdi-yu. Shunaqa ko'nglim xotirjam bo'lgan. Shu qizni men ikkinchi uyimga keltirmaydigan bo'lganman. 3 kun biznikida turib, 3 kun ichida meni vobshe tomimni ketkazib ketgan shunaqa qiz. Ehtiyot bo'linglar shunaqa qizlardan.